Sensatsiya, Kanada play-offga yo'l oldi. Hayotida umrida birinchi marta. Ana endi maza qilib baqiramiz, ama Kanadaga biz 2-0 yutqizdik. Ana bizani yutgan komandalar keyingi bosqichga chiqyapti deb. Yana bitta sensatsiya, bu Cabo Verde play-offda o'ynaydi. Argentina bilan oson bo'lmaydi ularga, lekin ularning yuragi katta, biz ko'rdik, undan ham o'tishi mumkin. Yana bitta sensatsiya, bu Marokko. Marokko Niderlandlar bilan o'ynaydi. U yerda ham yana biz baqirishimizga imkoniyat bor. Niderlandiya agar yutsa ham, yutqizsa ham biz baqira olamiz. Mana biz ularga gol urgan edik, 2-1 ga yutqizgan edik o'rtoqlik o'yinda deb. Yana bitta sensatsiya, bu Yaponiya. Yaponiya Osiyo vakili sifatida bitta o'zi qoldi va u Braziliya bilan o'ynaydi. Va omad tilaymiz yaponlarga. Xullas, bu sensatsiyalarni nimaga aytayapman? Biz ham shu sensatsiyalar qatorida bo'lishimiz mumkin edi. Afsuski, endi yo'qmiz. Imkoniyatni boy berdik. Kimdir boy bermadi. Mana shunaqa gaplar. Bo'pti.